Santexnika mo'jizasi. Remont odamni charchatadi. Remont davomidagi va undan keyingi 5 ta lifehack juda ham qiziqarli va manfaatli bo'ladi. Bu raskodamerniy kollektor, servo-privat o'rnatiladigan kran buksasi bahor va yozda ishlamaganligi uchun tizim qotib qoladi va servo-privatni kuchi yetmaydi. Lekin Neroni servo-privati ham avtomatika, ham pol-avtomatika. Agarda klapan ochilmaydigan bo'lsa, uy egasi mashinani ruchnoy qilib bundoq ochib, 1-2 marta ishlatib yorsa, bu avtomatim ochilib ketadi. Undan keyingisi, bu kolbichkasi haqida Rossiya ustalari Rossiyadagi nereal anomal sovuqqa hisobiga yasama kotel ishlatadi va yasama kotellardagi harorat 95, 100, 110 bo'lib ketib qoladi. Bizning hozirgi duxkontorniy kotellarda 80 gradusdan ko'p harorat chiqmaydi. Shu sababli bu kolbani yechishga yoki o'rniga qanaqadir zaglushka qo'yishga shoshilmanglar. Bu ikki. Yana bitta fishkasi, agarda sizda servo-privat o'rnatilmadi, komplektida mana ruchkasi chiqadi. Bu ham mexanika bo'lib sizga ishlab ochish, yopish vazifasini bajarib beradi. Ya'ni mana operator yaqinroq ko'rsat, mana bu ham ochadi, ham yopadi. Mana shu ruchkasini tashlab yormanglar. Bu servo-privatda komnatniy termostatga ulaniladi. Komnatniy termostatni tanlayotganingizda Wi-Fi ligini olinglar, juda ham qulay bo'ladi. Besplatniy приложение Tuyago orqali bemalol ishlatasizlar. Buni yana fishkasi nimadaki? Programmalashtirib qo'yasiz. Esingizdan chiqib qolsa ham, yozmi, bahormi, qishmi o'zingizda avtomatik mana klapanni ochib yopib turadi. Tashishda kollektorlarga yaqinlashmaysizlar. Yana bitta fishkasi hozir bizning devicelarda ham iPhone'ga o'xshagani chiqib ketgan. Komplektida mana shu kollektorlarning komplektatsiyasiga ochish yopish uchun mana kranlar o'rnatiladi. Aynan mana Neroda bu kran komplekti bor kollektor uchun. Bizni zamonaviy yosh kompaniya bo'lganligimiz uchun ilg'or texnologiyalarga yaqinroq yurishga harakat qilyapmiz. Zamon talabi va fan talabi bo'lib qoldi. Bu termometrlarning Nokia'si, bu esa termometrlarning iPhone hisoblanadi. Savol tushdi ustalardan, bu ishlamay qolsa-chi deb, undan ham biz yechim qilib turib kelgan mahsulot ishlab chiqarganmiz. Mana shu shapkasini yechsa, ichida mana bu chiplik termometr chiqadi. Buni kalibrovka qilish shart emas. Faqatgina magazinda 2000 so'm, 3000 so'm turadigan batareykasini almashtirib tursanglar bo'ldi. Albatta Nokia'ni sevuvchilar haligacha ham bor. Buni lekin kalibrovka qilib turish kerak. Sizga iPhone mi, Nokia mi yoqadi? Izohda qoldirib ketasiz. Yana bitta santexniklarga bo'lgan fishkamizni oldin mana shu воздухосброс ham kotelga bu ham отопительный sistemaga arab tili, malay tili, hind tili, har xil inostoran tillarda yozilardi. Bu o'zimizning tushunadigan jaydarona tilda foydalanuvchi maza qiladi. Ustakalar mana shu kranni olayotganda mayda-chuyda zapchastlarni ham sovg'asangiz bo'ladi. Videongiz yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring va yaqinlarga jo'natib qo'ying.